Hammaga salom. Men Luiza Rasulova. Hormaylar, men Sardor Salam. Sardor, bilasizmi, biz bugun ajoyib bir ko'rsatuvda ishtirok etamiz. Ko'rsatuvimiz nomi To'la yoki yugur deb nomlanadi. Bu ko'rsatuvimizda kimda kim birinchi bo'lib barcha shartlarni bajarsa, o'sha inson g'olib bo'ladi. Oldinda quyidagi shartlar bor. Bu birinchisi biron joyda ko'fe ichib unga to'lov qilish, GAI jarimasiga to'lash, telefon raqamiga, hisob raqamiga pul tushirish va do'konda xarid qilish. Albatta, bu shartlarni bajarish uchun biz payme to'lov tizimi yoki naqd pul orqali amalga oshiramiz. Buni qanday aniqlab olamiz? Buni aniqlash uchun oldindan bizga juda bir yaxshi yod bo'lib kelayotgan Don Ziki o'yinini o'ynab olasiz. Demak, Sardor, men sizni tushundim. Agarda men g'olib bo'lsam, naqd pulni tanlayman. Agarda siz g'olib bo'lsangiz, siz naqd pulni tanlaysiz. Boshladik. Qani, Don Ziki. Aha! Men naqd pulni tanlayman. Albatta, ayol kishiga Sardor bilasiz, naqd pul qulayroq. Endi baribir bizani kirim-chiqimlarimiz ko'proq bo'ladi. Endi ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan, chunki naqd pulda har doim ham omad kelavermaydi. Nima demoqchisiz bu gapingiz bilan? Agar programmani ozgina tushunib olsam, ko'ramiz. Qani kim birinchi keladi? Sardor, ishni nimadan boshlaymiz? Biz birinchi o'rinda hozir biz bankka boramiz. Bankda nima qilamiz? Choy ichamiz, ovqat yeymiz, sochlarni to'g'rilaymiz, manikyur qilib. Luiza hazillashyapman, millionlarni olib ketamiz, millionlarni. Millionlar? Million. Bu so'z menga yoqyapti. Millionlarimizni olishga ketdik. Luiza, biz boshqa yo'ldan ketishimiz kerak. Boshqa yo'l. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglar. Rahmat. Sardor, Luiza, sizlarni plastik kartanglar bemalol foydalanishingiz mumkin. SMS xabarlarni info kioskamizdan yoqib olishingiz mumkin. Men naqd pul yechib olishim kerak. Menga naqd pul kerak. Bizning 24 soatli ishlaydigan bankomatlarimiz bor. Mana bu yerda joylashgan. Bemalol naqd qilib olishingiz mumkin. Rahmat. Marhamat. Sardor. Qizlarga gap otmang. Yo'q. Men hozir kelaman. Yo'q. Yosh qiz nomerini yozib oling. 998. Payme tizimidan foydalanish uchun SMS xabarnoma xizmatini yoqtirish kerak ekan, masalan, bankomatlarni. Bu birinchi marta bo'layotganligi uchun endi hozir ko'ramiz. Oson deb o'ylayman. Mana karta bilan amaliyot. Kartamizni qo'yamiz. Xo'sh. Pin kod so'rashyapti, pin kod sizlarga ko'rsatmayman. Xafa bo'lmaysizlar endi. Mana SMS xabar olishni ulanish. Ana nomeringlarni yozsanglar bo'ldi ekan, xo'sh. Bo'ldi, kartamni qo'yib oldim. Endi bu yog'iga sekin bellashuvimizni ham boshlaymiz. Jentlmenlik уже o'tmaydi bu yerda. Menga jentlmenligingiz umuman zarur emas. Ko'ramiz. Menda naqd pul bor. Unda vaqt ketyapti, qani. Ko'ramiz qanaqa vazifalarni tez bajarib tashlar ekansiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menga browni bilan latte kofe. Qora choy, biroq qora. Faqat Issiqqina. tezroq. Sardor, men hozir kelaman. Ozgina o'zimga qarab keling. Siz o'tirib turing. Kechirasiz. Oy. Mumkinmi sizni yonimdagi bolaga sal kechirib olib kelsangiz bo'ladimi zakazni? Bizga mumkin emas. Bir vaqtda chiqadi. Mana bu sizga. Kerak emas. Olib qo'yavering. Qo'ysangiz kerak emas. Xo'p deng. Rahmat. Like bosmayapti-da. Hayronman. Ne bor like bosmaysan sen urish. Bo'ldi. Rahmat. Bravo. Bizaniki kelyaptimi, bizaniki? Tezlashtiring, olib ket. Siz Choy qo'yib kutasiz. keling, xatyapti. Choy poy ichib o'tiringlar. Voy, Luizaxon, shoshmasdan sekin-sekin yuravering. Qiz bola narsa. Voy, shosh shart emas. Sardor, bas qiling. Mana Luiza Rasulovani tez ovqatlanishlari. Rahmat. Shoshmasdan bemalol yuvering. Choy ham keldi. Rahmat, brат. Rahmat katta. Sekin. Qani. Qoshiq olib kelmabsiz-ku, aka? Siz, brat, qoshiq olib kelmaysizmi? Ложку принесите. Базар, хорош. Пожалуйста. Sorry. Qarab oling. Hisob kitob qilavering. Faqat tezroq.
Ha, shoshmang, qayerqa shoshmang. Shoshmayman. Xayr, salomat bo'lasiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Sekinroq, Ey. shoshilmang. Taksi zakaz qilmoqchi edim. Said Baraka va Shevchenko ko'chasining o'rtasida. Rahmat, kutaman. Qiyin bo'lsa kerak, rosa. Xotin har kuni shu miyaga chiqib olib, o'tirib olib, shularni ko'rib, o'zimga xotin qidiraman, topolmayman. Instagramga qarayman, hech kim bir to'g'ri keladigani yo'q. Instagramni Facebookga o'tdim, unda ham yo'q. Hammamiz Kechirasiz. Oyim bilan telefoniga pul tashlashim kerak edi. Eng yaqin bankomatda to'xtatib ketamizmi? Xo'p, bo'ladi. Rahmat. Bugun meni omadim keldi, sababi bankomat ham shundoqqina yonimdan chiqib turibdi. Oyijon pul tushdimi? Ha, pul tashladim. Bo'ldi, xo'p. Xo'p. Aka, biz ham suv olib oling. Rahmat. Voy. Esdan chiqibdi-ku, bellashuvimiz haqqoniy o'tish uchun mana plastik kartam olib qo'yishdi. Shu uchun endi Payme ilovasini hozir telefonimga yuklab olishim kerak. Mana Payme ilovasini ham ko'chirib oldik. Aytgancha, Payme bu ilovasi yangi chiqqan versiyasi, ancha qulay deyishdi, ancha odam ishlatishiga juda ham bir oson deb aytishdi. Hozir ko'ramiz, lekin birinchi o'rinda ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Ro'yxatdan o'tish uchun o'sha telefon nomeri yozishimiz kerak ekan. Xo'p. 99. Ichimdan aniqlaman, chunki hozir nomerimni aytib qo'ysam, kechasi bilan telefon to'xtash bo'lmaydi. Bilaman, qizlar. Mana SMS ham keldi. SMS kelish kerak. SMS kelgandan keyin pin kodni qo'shishimiz kerak, albatta. Endi kartani qo'shishimiz kerak. Bolalar, karta beringlar endi. Karta juda ham kerak bu mana shu joyga endi. Hozir qaytarib beraman. Kartamizni ham kirgizamiz. Hozir mazaq to'yib ushlab olmasam bu kartamni keyin yana kuni bo'yi kartasiz yurib, zato yangi Payme dasturi bilan ilovasi bilan yuraman. Mana, rahmat. Xo'sh, qani shotimizga kiramiz. Ana shotimiz. Bugun men o'zimni bemalol millionerman deb gapira olaman. Nima uchun? Chunki shotimda million bor. Aytgancha, million so'mni sababi hisobingizda, hisob raqamingizda nech pul bo'lsa, o'sha narsani ilovada ham ko'rishingiz mumkin bog'langandan keyin. Lekin million so'm uchun organizatorlarga juda katta rahmat aytib qo'ymoqchiman. Bugun kuni bo'yi faqat ishlatib yuraman. Payme ilovasini shunaqa funksiyasi borki, odam turgan joyini aniqlab beradi. Bu degani bu restoran bo'lishi mumkin yoki kafe bo'lishi mumkin. O'sha narsani o'zini kerakli bir joyi bor, hozir ko'rsatib beraman. To'lov xizmatlari bo'limiga o'tib, joylardagi to'lovga kiramiz. Ana o'sha yerda juda ko'p narsalar bo'lishi mumkin. Kiyimlar, oziq-ovqat farqi yo'q. Qayerda turgan bo'lsangiz, ilova o'sha joyini aniqlab beradi. Bizga nima kerak? Umum ovqatlanish joyi kerak. Umum ovqatlanish joyida biz o'tirgan joy bor. Sekin u joyni tanlab, to'lov summasiga mana bu hisobdagi pullarni to'lab olamiz. To'lash chek raqami, uni chek raqamlarigacha chiqarib berishar ekan. Bo'ldi, to'lov muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bo'ldi. Aytgancha vaqtdan bo'lib qopti, hali oldinda shuncha ko'p shartlarimiz bor, uje tezroq shoshishim kerak. Shuning uchun ham ko'rishamiz. Tushlik vaqtiga to'g'ri kelib qolmasam bo'ldi. Ozgina qoldi. Ha, ozgina qoldi. Bu bola qayerga shoshib ketayotgan ekan? Shartlarni bajarish uchun shoshib ketyapti deb o'ylamaydi. Shartlarni bajarib yurgan Luiz o'sha yugurib, ter to'kib, borib gayiga to'laydimi? Yo'q, o'zini hisobiga pul to'laydimi? U farqi yo'q. Bizda har doim Payme bor. Payme orqali bemalol o'tirgan joyimda internet bo'lsa, telefon bo'lsa, ilova bo'lsa bo'ldi. Hammasini to'lab yuboramiz. Lekin undan oldin Luizaga bir telefon haloholini so'rab ko'raylikchi. Voy. Hisob raqamda pul qolmadi, deyaptimi?
Voy. Hozir yutqizsam ham bo'lmaydi-yu. Shu yerda pul yo'q ekan, bu kimdir berib turinglar telefoninglarni. O'chirib turing aka, 1 minutga hozir shuni tashlab keling, pulimni, pul qolmabdi hozir. Aka, paymidan tashlab yubora qoling unda menga, shotimga. Yutqizib qo'yman qiz bolaga aka. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ayrim sabablarga ko'ra bugun taksi xizmatlaridan foydalanyapman, lekin kundalik hayotda avtomobilni o'zim boshqaraman va ko'pchilik ayollarimizga o'xshab bir xil paytda jarimalarni ham to'lab turaman. Hozir men bu ishni 2 daqiqada hal qilib chiqaman. Qarosdan ichkariga kirish mumkin emas. Shuning uchun bu yoqqa o'zim ketaman. Ko'rishguncha. Yuragim yorilib ketdi ishonasizlarmi? Qarab tursam, hozir payme ilovasini qo'llab o'tirdim. O'sha xizmat bor ekan, telefon raqami uchun to'lov degan. Bu degani internet bo'lmagan paytda, shotingizda pulingiz bo'lmagan paytda bemalol o'sha telefon raqami uchun to'lov qilib, shotingizdan yechib olishadi. Yechib olgan puldan keyin bo'ldi. Sizda internet bor, hammasi joy-joyida. Hozir 6 sekundda hamma narsani to'lab tashlaymiz. Keyingi shartlarimizdan bittasi GAI jarimasini to'lash. U endi ko'rib turganingizdek, qonun qoidaga sal rioya qilganligim uchun shunga bir kichkinagina jarima kelgan ekan. Uni to'lash uchun sizlarda kvitansiya bo'lishi kerak. Agar kvitansiya bo'lmasa, 8860 raqamiga mashinanglarning davlat raqami texpasportning nomerini yozib yuborsanglar, sizlarga qaror raqami bilan jarima to'lovi keladi. Nechta pul to'lashinglar. Hozir u uchun to'lov xizmatlari xizmat to'lov u yerda davlat kommunal xizmatlariga kirib, mana qaror raqamini yozamiz, o'sha GAIga jarimalarni to'lash uchun. Bu yerga to'lov summasi. Bo'ldi. Qutuldik. Biz tozamiz. Endi keyingi shartimiz telefon raqamga pul to'lashida bu narsani qilib bo'ldim, o'zimga pul to'ladim, lekin endi ukamga ham niyat qilib qo'ydim, pul tashiyman deb, baribir pul ko'p ko'shayapti, sekin hozir tashlab yubora qoling. Sizlar bemalol aylanib kelaveringlar, bir 20 tacha qarindoshim bor, ularga ham bir tashlab yubora qolaman, pul ko'p-ku baribir. daqiqada emas, 10 daqiqada hal bo'ldi. Ma'lum, yomon emas. Kech qo'yaman. Hayding. Vaqtdan yetishim kerak. Vaqtimiz ham bo'lib qolibdi, oxirgi shartga o'tishimiz kerak. Oxirgi shartimiz do'konga borib xarid qilish edi. Endi do'konga borish uchun, uzoqlik uchun oyoqda borishga charchadi, kuni bo'yi odam yuraverib. Taksi chaqiraman desam, naqd pulim yo'q. Shuning uchun ham mana bizda mana shunday bir ajoyib bo'lgan hayvon bor. Aytishadi, ota-bobolaring qilgan ish qilgin deb. Shuning uchun ham sekin hazillashdim. Albatta taksi chaqiraman, lekin paymedan QR kod orqali to'lovni amalga oshirsa bo'ladi. Ishonavering. Hozir ko'rasizlar. Nech pul bo'ldi? 12 ming. Boya aytganimdek, paymeda shunaqa funksiyasi borki, QR kodni, mana shu yerda yopishtirilgan QR kodlarni skaner qilish orqali to'lovni amalga oshirsa bo'ladi. Mana hozir sekin kiramiz. Skaner qilib, mana 12 ming pulni to'lab yubordik. Rahmat katta sizga. Sog' bo'ling. Qancha to'lashim kerak? Puldan 54 ming so'm. 54 ming? Manda yuriydi. 50 ming tali. Nima qilamiz? Bilmadim. Nima qilsak bo'ladi? Sizda bormi? Qani? Mana.
Marhamat. Mayda ekan-da. Amaylim. Rahmat Qo'tiqon. Sog' bo'ling. Azizlar, oxirgi shartni bajarish uchun hozir biz korzinkadan ozgina narsalar xarid qilamiz. U uchun bizga albatta korzinka kerak bo'ladi. Mana endi hozir nima olish kerakligini o'qib beraman. Bizga go'sht, salat uchun sabzavotlar va non kerak bo'ladi. Qani bir sabzavotlar bo'limiga o'tib, ozgina narsalarni ko'rsak. Xo'sh, qani. Piyoz bor ekan, qani. O'yni. Nima kerak bor shuncha sabzavotni olib? Bundan ko'ra tayyor salat topib qo'yganim yaxshi-ku. Bundan ko'ra salat bo'limiga o'tamiz. Qani, ketdik. Luizaxon qilyaptilar-yu. Alo. Sardor, Luizaxon, men supermarketga kelishga ham ulgurdim. Sizdan oldin. sizga xush kelibsiz deyman. Mehmon ekansiz. Men уже davno shu yerdaman. Ishonavering. Bozorlik qilib yuribman. Shoshiling. Assalomu alaykum. Men shu salatingizdan bitta shuni tatib ko'rsak bo'ladimi? Qani beringchi. O'shandan ham oling, tatib ko'ramiz. Sardor, namuncha imilladingiz? Neyman, mana bundan yeb ko'ringdan ko'rasan. Yo'q, yemayman. Hali hech nima olmabsiz-ku. Qani sabzavotlar? O'ylab qarasam, sabzavot umuman kerak emas ekan salat uchun. Mana salat tayyor Aql ishlamagandan keyin sabzavot ham kerak. Ya, nima qilaman vaqtim ketkazib. Yuring, go'shingizni tanlab beraman. Bo'ldi, mana shuni tayyorlab qo'ying, mana shuni mashinaga solib bering, bo'ldi. Go'shtgami? Bo'ldi, go'shtga. Rahmat katta. Ketdi. Shunaqa ham dovdir bo'lasizmi, Sardor? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardor, menimcha mana bu go'sht eng yaxshi go'sht. Sababi bu yerda suyak ham bor, keyin go'sht ham bor. Qaynatma sho'rva. Qaynatmaga to'g'ri keladi, to'g'ri? Torting o'zi 1 kilo. Variant. Rahmat. Umringizdan baraka toping. Xo'p. O, qatiq. Al, selamat olun. Mana. Pin kodingizni kiriting. Voy. Esimdan chiqib qoldi. Pin kodimni qanday bilsam bo'ladi? Faqat bankdan bila olasiz, lekin bank yopiq. Iloji yo'qmi? Iloji yo'q. Ha, Luizaxon nima bo'ldi? Yonimda naqd pulim ham yo'q. Endi nima qilaman? Pul yetmay qolyaptimi? Ha, Bu demak zamonaviy texnologiya deydilar. Zamonaviy texnologiya Luizaxon. Mana shundan urvorsiz aka, hammasi hal bo'lib ketadi. nechida? Xo'p, rahmat aka. Qani Marhamat. oling paketlaringizni. Shu Rahmat. oldik, qani ketdik. Charchab qolmadingizmi? Yuguraverib, Rahmat. Marhamat. charchamagan bo'lsangiz bo'ldi. Ana, keling. Biz mana yurdik. Bugun rosa aylandim, bog'landim. Pin kodim esimdan chiqib qolgan, qarang. Ha, endi nima deymiz endi? Bo'lib turadi-ku bunaqa holatlar. Lekin mana shu programma juda yordam berdi. Michael Jacksonning o'yinini o'ynadim. Azizlar, do'stlik g'alaba qozondi. Albatta, PayMe bilan bo'lgan do'stlik. Qani natijalarini ko'rib chiqsak. Har bittamizda ushbu shartlarni bajarish uchun qancha vaqt ketdi? Menda mana shuncha vaqt ketdi. Menda bo'lsa mana shuncha. Mayli, nima bo'lganda ham bu men uchun foydali badan tarbiya bo'ldi. PayMe ilovasidan foydalaning va barcha ishlaringizga ulguring. To'la yoki yugur ko'rsatuvini keyingi sonlarini kutib qoling. Ko'rishguncha.